Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Abgadul halali ilallohi at-talaqu" deganlar. Mana İmam Abu Davud rivoyat qilgan Hazreti Umar radhiyallohu anhudan ushbu hadisda Rasulimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah o'zi halol degan narsalarning ichida Allah o'zi xushlamaydigani mana shu taloq degan. O'zi ruxsat bergan Allah. Lekin Allah xushlamaydi. Hayot ekan bu. İnson shunga majbur bo'lib qolar ekan, taloq qilishlikka ham to'g'ri kelib qolar ekan. Endi taloq bu ijozat nima uchun erkakka berildi? Ayolga bermadi. Oilani barpo qilishlikdagi birinchi ixtiyor ayolda. Agar nikoh qilayotganda ayol rozi emasman desa nikoh bog'lanmaydi. Erkak qabul qildim degani o'tmaydi. Lekin ayol bag'ishlash kerak, rozi bo'lish kerak, turmush qurishga, keyin nikoh bog'lanadi. Ana endi nikoh bog'langandan keyin endi bu nikohni buzish ixtiyori erkakka berildi. Erkak kishigina oilasini nikohini, talog'ini buza oladi. Boshqasi buza olmaydi. Nega bunday qildi? Oila boshlig'i bo'lganligi uchun deb aytishimiz mumkin. Chunki Alloh Qur'oni Karimda "Sa'izu bil ar-rijalu qawwamun 'alan nisa" erkaklar oila boshlig'i deb marhamat qildi. Lekin asosiy erkaklarga taloqni hukmini berishligi erkak bo'lganligi uchun. Sabrli bo'ladi, fikrli bo'ladi, shoshilmaydi, o'zini ushlaydi. Hadi bu taloqni ishlatib oilani buzib yubormaydi degan ma'noda erkakka berdi. Agar ayol kishiga taloq ruxsatini berganda, ayol tabiatidan kelib bir kunda 10 marta taloq qilardi. So'kib qo'ysa ham taloq qilaverardi, jahli chiqsa ham taloq qilaverardi. Chunki ayol u besabr. Lekin erkak sabrli. Ammo lekin mana shu erkak sabrli degan narsani bugun unutib qo'yib, ayollar kabi taloq qilayotganlar yo'q emas. Taloqni o'yinchoq qilib esdan chiqarmaslik kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom 3 ta narsa bor dedilar. Jidduhunna jiddun va hazluhunna jiddun dedilar. 3 ta narsa bor. O'sha 3 ta narsani jiddiyligi ham jiddiy, hazili ham jiddiy dedi. Buni taloq deb aytdilar. Taloqni hazili ham chinga o'tadi azizlar. Nikohniki ham shunday. Hazili yo'q bunda. Men hazillashuvdim deya olmaydi. Taloqda ham shunday. Men hazillashuvdim demaydi. Endi qarang, hozir mana har kuni bizga idoraga bo'lmaganda 3 ta oila bilan murojaat qilib keladi. Endi bitta bahonasi bor. Domla deydi, men jahlim chiqib ketdi. Jahlni ustida qivordim, qalbimdan qilmadim. G'azablanib ketdim. Lekin aslida g'azab bilan aytilgan taloq tushmaydi desa ayting. Qachon xursandchilikda odam taloq qiladi? Jahlim chiqib ketdi, shuning uchun taloq o'tmaydi deb ayta olmaydi-ki. Xursandchilikda bo'lmaydi taloq, shu g'azabda, jahlda bo'ladi. Gaplashib o'tirib eri xotin juda xursand bo'lib ketib, "Men endi seni taloq qivordim" demaydi hech qachon. Shu har ikki tomon ham g'azab otiga minadi, ana bundan keyin aytiladi. Taloq ruxsat berilgan. O'sha qiyin bo'lganligi uchun agar buni erkak kishi o'ylasa, taloqdi. Taloq nima degani? Taloq degani o'zbekchasiga agar lug'aviy tarjima qilsak, yechish. Tugunni yechishda aytadi arabchasiga. Mana nikohni bog'lanishi uchun aqdun nikoh, nikohni bog'lash. Taloq o'sha nikoh tugunini yechib yuborish. Men sen bilan eri xotinlik tugunini yechib yubordim, xohlaganing bilan yashaver deganida, o'zini oilasiga, farzandlarining onasiga bu gapni aytibdi. Payg'ambarimiz Aleyhisselatü Vesselam davrlarida mana bir hadisni keltirsam, aytadilarki, Payg'ambarimiz Aleyhisselam davrlarida bir kishi ayolini birdaniga 3 taloq qildi. Bu juda noyob narsa ekan demoqchiman-da. Endi bizda hozir u odatiy bo'lib ketdi, Alloh bizni kechirsin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu birdaniga 3 taloq aytishlik kam bo'lgan. Shunday qilib Rasulullohning oldilariga keldi. Mana bu odam birdaniga xotinini 3 taloq deb yuboribdi dedi. Faqoma Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'adbana. Rasululloh g'azablanib o'rinlaridan turib ketdilar. Hali gapni eshitdi. G'azablanib o'rnidan turib ketdilarda ularga qarab, "Ayyul'abu bi kitabillahi ta'ala va ana bayna adharikum." Allohning kitobini o'yin qilasizlarmi? Men hali sizlarning ichingizlarda turib-a dedilar. Rasululloh gapirmay kirib ketdilar. Mana shu birgina 3 taloqni birdaniga aytib qo'yishlik. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, "O'yin qilasizlarmi?" deyaptilar. Avvallari bitta mahallada bitta shunaqa 3 taloq bo'lib qolsa, butun mahalla eshitgan. Hatto vahima bo'lgan, qo'rqilgan. Deydi, palonchining uyida Alloh saqlasin, mana shunaqa bo'lib qopti degan. Hatto bu lavizni tilga olmagan, yomon gap aytib qo'yibdi deyilib yurgan. Bittasi daraxtni ko'rsatib, qancha barg bo'lsa shuncha debdi. Og'ziga kelgan taloqni aytibdi. Taloq nimaligini bilmaydi.
ko'rib odam yo kulishingni bilmaysan, yo yig'lashingni bilmaysan. Shunchalik darajadami? Shunchalik shariat o'yinchoqmi? Yoshlarimizga nima bo'lyapti? Taloq bilan bitta halol bo'lgan insoni haromga aylanadi. Bolalari yetimga aylanadi. Nahotki shuni tushunmaydi. Taloq bilan Allohning arshi larzaga keladi.